Dada, 2 so'm pul bering. Nima qilasan 2 so'm? Maktabda ko'rjuk bilan delfinchalik suvchi olaman. U yerdan non olib ketmaysan-ku men. To'ymayman-da. Men 100 so'm ham beraman. Dada, 200 ming so'm pul berib yuboring maktabga. Maktabga 200 ming so'm pul olib ketasanmi? Darsdan keyin divideniyamiz bo'ldi bachalar bilan. O'shaning uchun. Tirishib. Takoy, plastik. O, pul ko'p ekan-ku, adda berib yuboring yana. Turay, tur. Soliq kelgan yana bor buni to'lash kerak. Bu yerda ochrat ham tiqilib yotdi. Borda sen ochrat ol. Men keyin ochratimiz kelganda chaqirasan, men boraman. Ma. Soliq chiqibdi-ku, soliq to'lash kerak, bacham. Paymi bormi? Paymidan to'lasa bo'ladi-ku, oson-ku paymi bilan. Qanday to'laysan? Paymi bormi? Bering to'lab beraman atay. Mana bunday kirasida soliq bo'limiga kirib, Kecha bozorda amakingdan qarz olgandim-man. Tez amakingga berib kanash puli. amakim uyi Toshkentda-ku. Nima bu yerda? Bo, peshkun 1 soatda borasan. Tez beribki. 1 soatda? Ha. Toshkentmi? Ana jilli. Jilli, nima ish etib o'tiribsan? Ayog'a ishlov beraman, kachka qilaman. Ayog'a shunday, ayog'a o'tirala bacham. O't, ma. Pul oldi amakingga beribki, kecha qarz olibdim amakingdan. Borib kelish shart emas, paymili kartasi bormi? Bo? Bu yerda paymidan to'lov qilamiz, paymidan o'tkazsa bo'ladi. Amakim uyi Toshkentda-ku. Ma tasha. Bu yerda kartasi bormi? Tashab qo'yganlarmi, o'zi tashiymi? Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruvdan pul olibki. Pul uyda qolibdi-ku bacham. O't yuguruvdan pul olibki, beraylik. Dada, pul to'lash shart emas. Paymi bilan hayot yanada oson. Paymi bilan to'lov qilsangiz bo'ladi o'z magazinlarda ham. Bilib o'tiribman, to'lasa bo'ladi. Telefonim uyda qolgan-ku. Mayli unda. Tez o'tirishma, o't.